O'ylashqidek nemiz var? Sen söygenning quli bo'lg'ucha, seni söygenning gul bo'l debdiki. Qarag'ana, bu yigitning xatlarining chiroyligligiga, astoydilligi mana men deb chiqib turibdi. Muhabbati ozoriyab o'tib ketarmanmi deb andish qilaman. Yo'q, hargiz unda qo'ylamang. Taqdir azaldan kan qo'rsoq. Bu jahonda yig'ilganlar yig'lab o'tib ketmaydi. Suyimlik anglag'uchilar, qadrli do'stlar. Hozirgidek uchurlashgan to'r davrlarida biz o'ylayotgan muhabbat zodi qanday davomlashyotdi? Biz bu savolimizga javob tepish uchun bugungi programmamizda bir jup oshiq mashhurning o'zaro yozishgan sevgi maktubini diqqatingizga sunmoqchimiz. Bahardek kunlarim barda bir chaqlar. Bahardek kunlarni sig'indim ajab. Shu sabab o'zimni tashlab etmedim. O'tsimu beshimdin talayla qismat. Ko'p qismliq ovozliq asar Judunda ichilgan gul. Avtori va kirishtiruvchi Yusufjon Abdurahmon. Mazkur asar ikkinchi bob. Bir qizga ming ko'z. 5-qismi. Xushxo'y, nihoyatda mayus holda konvertni ichib, necha parcha xat ichidan chiqqan 2 parcha suratga qarab, qetib turib qoldi. Chunki suratdagi o'roq, egiz kelgan yigit Odilga qo'yib qo'ygandekli o'xshaydi. Acaba bu taqdirning chaqchig'imidi? Endi bu karomatga zodi nima degulik? Bu suratning turpandan yetib kelgan xatning ichidan chiqqani aniq. Bu zodi qandaq ish? Nurali chaqchaq qilib Odilning suratini avatdimi yoki bu rostilla o'zining suratimi? Xushxo'y to'li o'ylab bu ishlarning tegiga zodi yetilmadi. U shu kayfiyatda o'ltiraverib, do'konga kirgan bir munch xaridorni qochirib qo'ydi. U yanala esini yig'olmayotdi. Nuralini chaqchaq qilib Odilning suratini avatdimikin deb o'ylasa, Nurali Odilni tunimaydi. Demak, Nurali bilan Odil qo'yib qo'ygandekla o'xshib ketadi ekan. Bir chog'da tuyuqsiz kelgan telefon uning diqqatini bo'ldi. Opsi uningdan ansirab, tomoqni vaqtida yeyishni topilab, telefon urgan edi. Shuning bilan xatni puklab ustal ustiga qo'yib qo'ydi-da, ko'ngli tortmasimi, opsining topilgani bo'yicha sirtqa chiqib, tomoqlanib kirdi. Do'konga qaytib kirgandan keyin u kayfiyatni tangshash uchun birdam to'rga chiqishni o'ylab, telefon trubkasini qo'lga olishga tamshilib etib, tuyuqsizla Nurali yozgan xatni esiga elib, telefon trubkasini qo'ydi. U noyati jiddiylik bir xil kayfiyatda xatni ichib o'qidi. Nuralining xati Xushxo'yning she'rni bekli yoqtiradigan xarakteriga asosan butunlay she'rda yozilgan edi. Xushxo'y bu she'rlarni o'qib ketib etib, ham kulib ketdi, ham yig'lab tashildi. She'riyatga amdila ishtiyoq bog'lagan bir yigitning muhabbat uchun yozgan bu she'rlarni u aniq his qilib yetalaydi. Bu she'r qarmoqqa intayin otdi. Ammo butunlay chin ko'ngildagi gap so'zlar mujassamlanib yozilgan edi. U she'rni o'qib tugatib, xiyollar ilkida Nuralining suratiga qarab o'tirgan chog'da yaqin do'sti Arzugul do'konga naqsh aytgancha kirib keldi. Arzugul do'konga kirib, Xushxo'yning bir parcha suratni tutgan holda xayolga petib o'tirib ketganligini ko'rib, hayron qoldi. Voy, shunda o'ltasan, do'konga o'g'ri kirsin bilolmagdaysan sen. Sana ne chiqadim degandim, bu ishlarni unutib ket deb.
Qara aptinga, do'stimga o'xshamayli qolding-ku. Hey, bugun Odilning to'yi bo'libsa, sen umidingni uzmay, uning suratiga qarab o'tiribsan-ku. Nemancha ahmoqsan. Suratdikisi Odil emas. Sana gapini qilib bergan turpanliq Nuralining surati. Beshingni mundoq qila? Qizibmi qolmabsan bo'lmasa? Adaş rastavatime. Xat tushdi keldi. Ishonmasang o'zing ko'rib boq. Arzugul xushxo'y tanlagan xatni tafsili ko'rib chiqib, ko'zlariga yosh oldi. Mushundaqmi udul kelish bo'lamdi, do'stim. Bu men umrimni ko'rgan eng oddiy ham eng ta'sirli muhabbat izhori bo'libdi. Ilgari biz talay salam xatlarni ko'rgan. Hammamiz ko'ydim, pishdim deb o'yab yedim ko'chirgan xatlar. Lekin bu xatlar haqiqiy ko'ngil izhorida qiladi. Sen uchun xush bo'lyapman, jinim do'stim. Men texi o'ylashqidek bo'lmadim. O'ylashqidek nemiz bor? Sen so'yganning quli bo'g'icha, seni so'yganning gul bo'l debdiki. Qarg'ana, bu yigitning xatlarining chiroyligligiga, astoydilligiga mana men deb chiqib turibdi. Sencha qanday qilsam bo'lar Arzugul? Bizning orliqimiz xeyli bor. Uning ustiga ikki oiladagi cho'nglar nima deydi bilgili bo'lmaydi. Nurali cho'nglarning deyishicha, o'zining loyiq topsila tizdan to'yini qilganlik haqida talay qatim deb bo'lgan edi. U yana pat orada kuchog'i kelmoqchi edi texi. Amsa, qilchilik ikkilanma. Sening o'rningda men bo'lgan bo'lsam, aldirab bir narsa demayman. Lekin yenimga rostini izlab kelsa, andan o'ylashib baqatdim degina. O'yay qilinliqni buning. Arzugulning ana shundaq chaqchaqlari xushxo'yning ko'ngil g'ashliklarini yiroqlarga o'chirib o'tdi. Lekin xushxo'y do'sti Arzugulga to'yga qat'iy borolmaydiganligini aytgandan keyin ma'qullik bildirib, uni yaxshi orom olishga to'plab ketib qoldi. Arzugul ketgandan keyin Nurali yozgan xatni qayta ikki qatam o'qib chiqdi. Hamda she'r shaklida javob yozib, bir parcha suratini qo'shib, pochtadan silib etdi. Yangi tongning barcha zamonga umid, xushalliq, barakat, baxt teslarini yog'dirishi bilan qaynoq yangi bir hayot yana boshlanib ketdi. Xushxo'y bugun o'zini shuncha tetik, erkin his qildi. Chunki u kun sari cho'ng bo'lyotdi. Tor ham jamiyatdan olgan ta'sirotlari, bilimlari uning nazar doirasini bargan sari kengaytib, uni har vaqt aktiv pozitsiyalik holatda turadigan bir odamga aylantirmoqda edi. Bugun u odati bo'yicha do'konni tozalab bo'lib, yana to'rga chiqdi. Ko'p kishilik choyxonaga shuncha kirishga uringan bo'lsa-mu, odam soni to'shib ketganlikdan choyxonaga qat'iy kirolmay qoldi. Shuning bilan u naqshi muzika klubida naqsh anglab o'tirgan chog'da Aqsu Avotdan Tanha uningga telefon urib qoldi. Ular intayin qizg'in ahvollashdi. Xushxo'y Tanhanimi o'ziga sirdosh do'st qilib tutgan edi. Mayli xushal chog'larda bo'lsin yoki xafaliq chog'larda bo'lsin, hammani Tanhaga to'kib beradi. Bundaq chog'larda Tanha Xushxo'yning o'zini shuncha yaqin bilganligidan qavatli suyunib xushal bo'lib ketadi. Ham uning xushalligi g'am qayg'ulariga jir bo'ladi. Tanhaning Xushxo'y bilan do'stligining cho'nqirlashishiga agishib, yuragida Xushxo'yga bo'lgan talpinish, muhabbat his tuyg'ulari uyg'onishga boshladi. U nihoyat uzun vaqtlardan beri ojiz, meyib deb o'ylab o'zini behla tuvan ko'radi. Boshqalardek sevgi muhabbatda mening haqqim yo'q deb o'ylaydi. Ammo qachon Xushxo'y bilan tanishdi, ana shu chog'dan boshlab uning ilgirgi qop-qorong'u turmushida nurliq bir quyosh paydo bo'lgandek, ko'llariga cheksiz xushallik qo'shildi. U bir necha kundan beri uyon o'ylab, buyon o'ylab, oxiri o'z ko'ngildagini haqiqiy yo'sinda Xushxo'yga izhor qilmoqchi bo'lgan edi. Afsuski,
bugun Xushxo'y tuyuqsizla Nur Alini bara yoqtirib qilib uning xushchaqchaqlarga behla mahliya bo'lganligini aytganda, garchi qattiq azoblansimi, yanala o'zi yaxshi ko'rgan qiz uchun xushal bo'ldi. Yo'q, Tanha, endi bo'ldi bas. Endi kichiksan. Boshqalar sendan chaqqan chiqibdi. Sen yanala bu intilish, bu muhabbatni yuragingning cho'nqur yerlari ko'miyat. Qarag'ana, sen yaxshi ko'rgan, sen talpingan qiz boshqa biri bilan o'zini shunchalik baxtli his qiladigan. Sen uni shundoq baxtga erishtira olamsan. Agar sen uni chin yuragingda yaxshi ko'rsang, uning eng yaxshi do'sti bo'lib, oxirgacha uni qo'llab, davomli turda uningga ilhom berib, qayg'u, shodliqqa jo'r bo'l. Toki u haqiqiy o'z baxtini topqucha. Tanha ana shularni o'ylab, o'ziga so'zlayotgan Xushxo'yga javob qaytardi. Sizning ovozingizdan naqadar xushal ekanligingizni his qildim. Siz uchun xushal bo'lyapman, Xushxo'y. Qaraganda siz baxtingizni tepsiz. Rahmat sizga Tanha. Men turib yana ba'zida ansirab qolaman. Ikkimizning orliqi shuncha yiroq. Birimiz kuchada, birimiz turponda. Navoda ikkimizning ishi boshqa chiqmay qolsa qandoqmi qolarman? Yana muhabbati ozariyab o'tib ketarmanmi deb andish qilaman. Yo'q, hargiz unda qo'ylamang. Taqdir azaldan kan qo'rsoq. Bu jahonda yig'ilganlar yig'lab o'tib ketmaydi. Ishingki, endi sizning kulib baxtga erishadigan kunlaringizmi keldi? Rost shundoq bo'larmi? Ansirmang, o'zingizga ishining, cho'qim shundoq bo'ldi. Siz azaldan baxtli bo'lishga loyiq bir qiz. Sizga erishgan har qanday bir yigit cho'qim baxtli bo'ladi. Aytganingizdek bo'lsa-kan. Nima degan zo'r g'ayrat? Nima degan chin hissiyat, ha? O'zi shuncha yaxshi ko'rib turuqliq, azob hasratlarini yuragiga yushirib, söygüniga baxt tilash yana qanchalik odamlarning qo'lidan kelar, ha? Shundoq qilib Tanha qalb dunyosida nur chechib, hayotlik yo'llari uningga chin dilidan baxt tiladi. Shundoq qilib Nur Ali bilan Xushxo'y rasmiy holda yurib qoldi. Ular kunda degidek ikki kishilik choyxonada o'chirishadi. To'r o'zlib ketgan chog'larda bo'lsa, telefon urib mungdishadi. Soatlab, kechilab, tonglar otqucha, kunlar patqucha degandek paranglari zodi tugmaydi. Bir-biridan qat'iy zerikmaydi. Nur Ali o'ltirish so'rinlardan tanishilib qolsa, O'ddul Zulfiqarning do'koniga kelib, o'zining Xushxo'y bilan to'limi ko'ngillik o'tayotganligini, nisb bo'lsa, uni amriga olg'usi borligini, uni pat arda kuchog'i ko'rgili bordiganligini aytgan edi. Zulfiqar do'konning ayrimxonasida uning bilan qizg'in mungdishadi. Torning o'ziga o'xshash miyib do'stlarga xushallik ato qilib qolmay, do'stlik va inoqlikni ilgari suradiganligini, yana oshiq mashqlarni tepishtirdiganligini, shundaqla bir odamning taqdirini o'zgartib o'talaydiganligini his qilib yetgan edi. Zulfiqar do'kon ichayotgan kunlarning birida Nur Ali uning yeniga keldi. Bu qitim u mas emas edi. U Zulfiqarning ayrimxonasida uning bilan qisqacha ahvollashibla qo'ynidan bir xotira bilan bir parcha xatni chiqardi. Xotira Nur Alining kundalik xotirasi. Xushxo'yning uningga qaytargan javob xati edi. Texi oldingi kunila Nur Ali Zulfiqar bilan mundashganda Xushxo'yning yozgan xatiga javob qaytarganligini, bir parcha suratni billa avatganligini, Xushxo'yning o'zi o'ylagandanmi bekrak chiroyli bir qiz ekanligini deb berganda, Zulfiqarning Xushxo'yning suratini bekla ko'rgisi borligini aytganda, Nur Ali yana bir kelishida alg'ach keldiganligini aytgan edi. Zulfiqar Xushxo'yning suratini ko'rib, intayin hayron qoldi. U doim Xushxo'yning aytgan naqshlari, deklamatsiya qilgan she'rlarini anglaganida, uni chochlari uzun, tulumi oddiy sodda yuradigan qiz deb o'ylaydi. Hamda xiyolan uning taqi turqini nurg'un qitim tasavvurmi qilib boqqan edi. Mana,
xuddi Nurali degandek ham o'zi tasavvur qilgandek u to'limi chiroyli bir qiz edi. Hozirgi qizlardan zodi qanchasi xushxo'yga o'xshash gerimsiz ham bundoq oddiy sodda holatda suratga tushalaydi deysiz. Zulfiqar bu bir juftlarning o'zaro yozishgan xatlarini o'qib chiqqanda ta'sirlanganligidan ko'zlariga issiq yosh kelgan edi. U bundoq talay baxtlarni o'zidan to'limu yiroqda deb o'ylaydigan bo'lg'achqa yaqin do'sti hisoblanadigan Nurali va xushxo'y ikkisi uchun intayin xush bo'ldi. Hamda ularga chin dilidan baxt tiladi. Zulfiqar mana shundoq bir romantik, xuddi tushkuli o'xshaydigan shirin muhabbatni to'r ahliga, jamiyatga tashviq qilish kerak deb o'ylab, bu bir juftlarning ruxsati bilan Illiq dunyo bijirim qalblar programmasida e'lon qilmoqchi bo'ldi. Chunki to'rdagi to'rdoshlarning ko'pinchisi meyib va ojiz do'stlardan boshqa yangilikqa intiladigan yosh do'stlar bo'lg'achqa, ular do'stlik va muhabbat temasidagi asarlarni bir qadar yoqtirib anglaydi. Bunday asarlar to'rda bir qadar olqishlanadi. Sevimlik ağlıqçılar, qadirlik dostlar. Tarixdan buyon mehr muhabbet insonlar orasidagi eng go'zal insoniy munosabatlarning biri bo'lib keldi. Mehr muhabbatning zoti qanchalik darajada kuchi ham qudrati borligini biz his qilib yetolmaymiz. Dal ana shu mehr muhabbat bo'lg'achqilar Tahir Zuhrasi uchun daryolarda oqqan. Farhod she'rini uchun taş tağlarını yarğan. G'ayrib o'z yari sanam uchun sarsoni bo'lgan. Tarixda bundaq misollar intayin ko'p. Demak, muhabbat ba'ayni uzilmas iqin kabi hozirgi davrimizgacha davomlashib, hayotlik yo'llarimizni, turmushimizni go'zallashtirmoqda, nurlantirmoqda. Barcha yuraklarga umid ham xushallik ato qilmoqda. Ondaqda hozirgidek uchurlashgan, to'rlashgan bir davrda biz o'ylayotgan muhabbat zodi qandoq davomlashyapti? Biz bu savolimizga javob tepish maqsadida bugungi programmamizga bir jup oshiq mashqning o'zaro yozishgan sevgi maktubini diqqatingizga sunmoqchimiz. Aldı bilan anglaydiganlar yigitning qizga yozgan ko'ngil izhori. Başlay qayerden yürek sözümni. Eytaymu yoki ko'rgan tushimni. Siz mana qo'lingizga suritim tegdi. Balkim dimingiz tushibli ketdi. Qo'rqib ketmang meni satganda, ko'ngil yaxshi bo'lsila bo'ldi. Özüm lağmen yeyişke amraq. Tamaq etishni bilemsiz her az. Bilmesiniz ögünüp koyun, bilmesiniz taza qamlaşmaz. Ögünüp koyun çoqum ben üçün. Rasa oqştup lağmen etishni, çüçürəni jävermen undaq, əstin çıxarman azraq yeyishni. Agar semirib ketsiniz anlam. Horunlashib ketsiz bekla. Tetik yürüp her joyda cho'qim.
xush qilviting meni qavatla. Sizni bunchalik yoqtirarman deb dastlab faqat o'ylab boqmagan, keyin nima bo'ldi bilmadim, yaxshi ko'rib qoldim-ku pinhon. Dardlarimni aytqim keladi. Xuddi hilqi naqshidikidek sizni doim ko'rgim keladi. Sizga maftun ko'na oshiqdek. Baray deyman sizni bir yo'qlab. Barsam dildan xushal bo'lamsiz. Sizmu mendek tortinib yurib, chichingizni o'ynab turamsiz. Taqdir nisib qilsa agarda, sizning bilan turmush quraman, hamma yerda baxtliman deb qo'ltiqlashib billa yuraman. O'zim bilan sizni xush qilib, hayot payzi so'rib yuraman. Siz orqali o'zim xush bo'lib, kechdi shirin tushlar ko'raman. Bundoq desam xafa bo'lib ketmang. O'zim shundoq sho'q erkin bola, chaqchaq debla tushunib qolmang, ichimda aytar gaplarim to'la. She'rga hirisman bo'lg'ach o'zimmi, sizni shunchalik yoqtirib qoldim. Muhabbatlik xatning o'rniga qamlashmisimi bu she'rni yozdim. Yazsam hech tugmagidek, shunga vaqtliq xayr deb turay. Darhol avating so'ratingizni, menmu sizningdek saqlag'ach turay.